Oyijonlar, oranglarda suv chechak o'tkazib xavotirda yurganlar bormi? Oyisi necha haftada bo'luvdingiz o'zi suv chechak? 3 haftaligida, kichkinasroqda. Bulbulchasini ko'ryapsizlarmi? Bizani bitta qizimiz bor, qizimizdan keyingi o'g'limiz. Baribir yuragida nuqson bo'ladi, baribir bolangda qandaydir nuqson bo'ladi, oldirib tashlavergin deb aytishgan ekan. Bunaqa vaziyatda oyijonlar o'ldirib tashlamanglar, maksimalni kutinglar. Agar kichkina srokligida suv chechak bo'lib qolsanglar, bu suv chechak bolaga ta'sir qilsa, bolaning yuragini to'xtatadi va bolani rivojlantirmaydi. Bola rivojlanyaptimi, bilinglarki, unga ta'sir qilmagan. Hozir to'liq yuragini paroklaga, miyalarini, qo'llarini tekshirib chiqdik. Hammasi joy-joyida. Tak. Suvlari ham tiniq, toza. Katta srokda suv chechak bo'lib qolsanglar, odatda suv xiralashadi, miyasida suvlari ko'payadi, lekin lecheniya olsanglar